mana shu bolani hayotini siz $1 pul tashlab saqlab qolishingiz mumkin. Ha, atiga $1. Lekin bu summani 55 mingta inson birlashib tashlab berishi kerak. 1 yil oldin Ibrohimga oqqon diagnozi qo'yilgan. Srochno 30 kun ichida ilik ko'chirish operatsiyasini amalga oshirish kerak. Ota-onasi o'zi kvartiralarini sotib olgan, mashinalarini sotib olgan, sotiladigan o'zi hech narsa qolmadi. 4 ga kirmagan Ibrohim o'zi bir marta boshidan o'simtasini olib tashlab operatsiya qilindi. Akam shu bugun bir pachka sigaretni chakmay, o'shani pulini shu yerga tashlab beraylik. Akajonim, bugun uyda yangam bilan, bolalaringiz bilan ovqatlaning. O'shani pulini shu bolani saqlab qolish uchun tashlab beraylik. Juda ham ko'pchilik ehson qilaman deb yuradi, lekin qayerga ehson qilishini bilmaydi. Lekin ishoninglar, mana shu oila haqiqatdan ham pulga muhtoj. Bo'ldi, o'zi bu yog'i xalqqa qoldi. Bu video bekordan sizning yoningizdan chiqmadi. Bu videoni bekordan sizga jo'natishmadi. Xudo ko'rsatmasin, ertaga Ibrohimga biror narsa bo'lsa, Allohning oldida nima deb javob beramiz? Akam, ko'ryapsizmi, odamlarda qanaqa muammolar bor. Siz bo'lsa arzimagan narsaga siqilib yuribsiz. Pastda telefon nomerlar qoldirganman, otasini, onasini, kimdan kim ishonmasa kelinglar, ko'ringlar ko'zlaringiz bilan. Karta raqamlar qoldirganman. Bizda 30 kun vaqt bor. 30 kun ichida mana shu summani yig'ib berishimiz kerak. Agar mobodo pul tashlashga sharoitingiz bo'lmasa ham men tushunaman. Lekin maksimalni videoni tarqatishga yordam qiling. Like bosing, duoda bo'ling va tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Xudo xohlasa, men sizlarga ishonaman. Birgalikda Ibrohimning hayotini saqlab qolamiz. Insonmiz-ku.